aytgancha, o'rtoqlar eshitdilaringmi? Tumanimizga yangi hokim kelibdi. Kim ekan u? Kazolardan bo'lsa kerak-da. Balkim. Mana bu mashina kimniki? Menimcha mana. Assalomu alaykum. Opa, siz yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hormaysizlar. Bor bo'ling. Hamma ish joyida. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Faqat mana shu tarafni devorlarini mana xuddi shunday qilib oqlab, asfalt to'kib, chiroyli qilib qo'yish kerak-da. Bo'ldi, hokim bu. Biz bor ekanmiz, ko'ngilni cho'ktirmang. Zo'r bo'ladi. Bajaramiz. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Yaxshimi? Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Yaxshi. Ishni boshladilaringizmi? Boshlamoqchimiz. Hali ham ishni boshlamoqsizlar. Hamma imkoniyat bo'lsa, hamma sharoitlar bo'lsa, faqat biz tezlashtirish kerak. Bizga natija kerak. Tushundilaringizmi? Natija. Hozir bu tarafdan bir o'tib ko'raylik ham. Bajaramiz. Kimlar bu otasi ekan? Anvarga aytinglar. Mana bundan, mana bu joyga ham bitta chiroylisidan o'rnatamiz. Xo'p bo'ladi, bajaramiz hokim bu. Bu narsalarda atmosferasi juda ham go'zal bo'ladi. Odamlarga, xalqimizga juda ham ma'qul bo'ladi. Bu taraflardan ham borib ko'raylikchi. Ishlar hali ham joyida-ku, qimirlamay turibdi. Bu nima ahvol? Bajaramiz. Necha marotaba aytish kerak? Ish yoqmas, tekinxo'r, yaramaslar. Chaqmoqmiz, so'z mag'zini chaqamiz, kulgu bilan jilmayib, ko'zingizga botamiz. Istasangiz marhamat, bizni bir tinglab ko'ring. Kimga yoqmay va yana kimlargadir yoqamiz. Yoqamiz. Yolg'onlarning boshiga urilgan bir to'qmoqmiz, birovlarning ustidan kulishdan ko'p yiroqmiz. Ko'nglingizni ko'tarsin. Nima qilish kerak? Osmotor yaxshi emas. Qanday yaxshi? Mana. Bosh yorilib ketay deyapti, qobiqdan chiqib. Shu desang, kecha bizni mahalla o'pim budjetda yurtdi. Hop, zo'r-ku. Ozgina oldik, bizning bosh yorilib ketay deyapti. Ha, bizni mahalla yutqizdi. Sizni mahallangiz yutib bayram vobshe zo'r bo'lganda, ha? Bilasan nima qilamiz? Xo'sh. 50 yillik olamiz, bir bosh tuzatib kelishdikmi? Yo'q, shart emas. Yo'q. Meni hisobimda ishim bor. Yo'q, kerak emas. Men olib beraman. Yo'q. 50 yillik. Ahsan. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Amir shashliqxonamizga. Assalomu alaykum. Nima buyurtma qilasizlar? Aroq bormi? Aloq bor. 1 gramm nechul? 1 gram. 1 gram bepul. Unda 1 grammdan 100 ta olib keling. Shashlik olib kelaymi? Yo'q. Shashligimiz ham bor. Aroq olib keling. Bo'ldi. Mana akalar shashlik yemaysizlarmi? Oh, shashlik. Qarang, ikkita piyola bilan shashlikning piyozidan olib keling. Piyoz bepul-ku. Bo'ladi. Yerda yuz emas. Yo'q, yuz chiqadi-ku. Mana ko'rdingmi, to'kilgan yuz emas. Mana piyoz. Mana piyola. Bizda shashlikning zo'rlaridan bor. Shashlik yemaysizlarmi akalar? Yo'q, keyin aytamiz. Keyinroq. Bo'ladi. Buni qara buni. Dil nurday tovlanadi. Shuni qara.
Oo. O'tkaringni piyoz yaxshi ketyapti. Ko'tarmaydi bular, ko'tarmaydi. Bular telefonni ko'tarmaydi, lekin Telegramdan xabar borsa birdan ko'radi. Telegramdan xabar beramiz. Hurmatli jamoa, soat 11 ga hamma ofisga yetib kelsin. Munis, siz iloji bo'lsa soat 10 larda yetib keling. Yana juda aytay. Ay, mayli qo'ymadik. Afsan. Santma uchun salomlar. Salta, apin bujitem zaten var. Akalar sizlardan 71 ming so'm bo'ldi. Grammi bepul deganding-ku, yo'q senga pul. Bunaqangi aroqxo'rlarga Allohning o'zi insof bersin. O'zlaricha pul to'lamay ketyapti-da. Kamera bor-ku, ertaga isbotlaymiz. Assalomu alaykum. Xush keldingiz. Qani, o'tirib olingchi, bir gaplashib olaylik qani. Qani, Munis, kayfiyatingiz yo'q. Yerim borgan sari xunuklashib boryapti. Xunuklashib? Erkak kishi maymundan biroz farq qilsa bo'ldi-da. Ay shu yashab turgan maymuni. Ayol kishini xunigi bo'lmaydi. Xunigi bo'lmaydi? Ana siz necha yoshdasiz hozir? Qiz boladan yosh so'ralmaydi. Qachon tug'ilgansiz? 22-martda. Qaysi yili? Har yili. Kayfiyat ko'taring, hammasi yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'lsin-da ish qilib. Erim kar bo'lib boryapti kundan kunga. Sochi yo'q. Ha, uyga turing. Hamon pul turadi u. Masalan bir yo'lni o'rgatay sizga. Qanaqa? Eringizni pashshalar ko'p joyga olib borasiz. Toza asaldan olasiz deb boshiga surasiz. Keyin pashshalar rosa qunib to'lgandan keyin qarshi bitta qasachalasiz. Pashshalar qo'rqib uchib ketadi.
Barmi oyog'i yopishib boshda qolib ketadi. Shu bilan 2-3 ta tadbirni o'tkazib olasiz. Qiziq gapirasiz-da, Muxtor aka. Munis, sizni taklif qilishimdan maqsad mana chaqmoq ko'rsatuvimizni o'tgan soni ahvolni qarang. Prosmotr kam. Efirga yaxshi bo'ldi-yu, lekin YouTube'da boshqa platformalarda prosmotr yaxshi bo'lmayapti. Shunga hammani taklif qilib, bir jiddiy gaplashib olmasak bo'lmaydi. Rol o'ynayapsiz, rollaringizni yashang. Axir men professionalda. Gap yo'q. Zo'r o'ynayapsiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Opa, siz yaxshimi? Yaxshimisizmi? O'tgan sonni ko'rib, maza qilyapsizlarmi? O'tgan sonimiz yaxshi bo'lmadi. O'tgan songa ko'rsatuv yaxshi chiqmadi. Bilasanmi bunga kim aybdor? Bilmadim, lekin men emas. Kim aybdor? Men o'z rolimni yaxshi o'ynadim. Yaxshi o'ynadi? Shunday ha, muxlislarim hammasi mendan da'vo endi. Kim u muxlislar? Muxlislarim albatta hozir birinchi muxlisim otam va onam. Ota-ona uchun farzand har qanday holatda ko'ziga yaxshi ko'rinaveradi, lekin ijro yo'q senda. Mana masalan, boyagi seni uylantiramiz degan sahnada qanaqa o'ynab berding? Yaxshi o'ynadim uni. Qanaqa yaxshi? Bir o'ynab ko'rsatchi, qayta stulingga ol. Qanday u? Qani? Qaysi joyda? Uylantiramiz dedik, uyga kirding, kirganingdan keyingi holat qanday bo'ldi? Dadamdan, meni dadamdan uylantiraman deyaptimi? Dadamdan qanday? Bo'lmaydi. Bu ijro bilan maqsadga erishib bo'ladimi? O'tiring joyingizga. O'tiring. Sen ham yonidagi o'tir. Og'aynilar, biz bitta jamoamiz. Bir kishi hamma uchun, hamma bir kishi uchun. Bir yoqadan bosh chiqarmasak bo'lmaydi. Hamma harakat qilish kerak. Bo'ldi ustoz, ertaga yoraman. Nimani yorasan? Ijroni. Ko'ramiz. Bo'ldi ustoz, ertaga yoraman. Nimani yorasan? Ijroni albatta. Shunday bo'lsin. Shuni men ko'rsatib bersam bo'lmaydimi? Shu ijronimi? Ha. Qani? Kulib olay. Voy. Dadamdan qachon uylantirasiz? Siz yaxshi o'ynar edingiz, o'tiring. Boshqatdan o'ynab bersam? O'yna. O'tiring. Mana bunday o'ynaydi. Dengam kiymayapti. Mana masalan, diqqatli, e'tibor qiling. Haqiqatdan ham seni uylantiramiz dedi otang. Lekin otang uylanmayman, o'zingiz uylaning deding. Uyga kirganidan keyin dadamni uylantiraman dedimi? Uylantiraman dedi. Bor ekansiz. Qilish kerak edi-da. Ana uchalasiga nima bo'ldi endi? Mas'uliyat yo'q. Soat 11 ga degan edik mana. 12 bo'lyapti. Qayerda yuribdi ular? Telefon qiling-chi bir. Ko'tarmadimi? Ko'tarmadi. Mas'uliyat yo'q bularda. Chiqib qaraychi. Rasmiyda kamera bo'lsa, umuman ishlamas ekanman. Ustoz o'zi ham o'ynalmadi-ku, sabzi yeb o'ynash kerak edi. Yo'q joydan bir tarsaki qoldim ha. Ha, to'g'ri aytasiz. Ey, menga qara, nima qashding?
Ishni vazir o'yindan chiqadi. O't baqa. Sen nima qashding? Nimaga ichdim? Rumkaga ichmabsan-da. Rumka burnimga tegib qoladi. Bu turishda sizga bilan ishlab bo'ladimi? Firuz, qanaqa bola eding? Xalqqa foydang tegar edi. Do'stlaringga foydang tegar edi. Mana shu odatim o'zimni cho'ntagimga zarar bo'ldi. Ey, bilasanmi? Masalan, mana shu sigaretingni chakmasang, bir oyda nech pul foyda qilishingni bilasanmi? Bir oyga 5 million foyda qilasan. Arog'ingni ichmasang, oyiga 20 million foyda qilasan. Shuncha pulni nima qilamiz? Ichasan, mutlaqo. Bu turishda sizlar bilan biror bir maqsadga erishib bo'ladimi? Chaqmoqmiz, so'z mag'zini chaqamiz. Kulgu bilan jilmayib, ko'zingizga botamiz. Istasangiz marhamat, bizni bir tinglab ko'ring. Kimga yoqmay va yana kimlargadir yoqamiz. Yoqasiz. Yoqamiz.